Mertel, prosulpin, reksitin va shunga o'xshash neyroleptik antidepressantlarni uzoq vaqt ichib yuradigan insonlarda eng ko'p uchraydigan 5 ta belgi. Birinchisi, erkak va ayollarda jinsiy moyillikni kamayishi. Ikkinchisi, ishtahani ko'tarilishi natijasida keskin tana vaznini oshishi. Uchinchisi, qo'llarda titroqni paydo bo'lishi, ya'ni dori natijasida Parkinson rivojlanishi. To'rtinchisi, hayotga bo'lgan qiziqishning yo'qolishi, ya'ni o'zini dunyosiga kirib ketadi, hech narsaga qiziqmay qo'yadi. Beshinchisi va eng asosiysi gormonal funksiyaning buzilishi, ya'ni prolaktin gormoni oshib ketishi, testosteron gormoni kamayib ketishi. Bunday holat erkaklarda sut bezini kattalashiga, ya'ni ginekomastiya kasalligiga rivojlanishiga olib keladi. Ayollarda esa hayz siklini buzilishi, depressiv holatlarning rivojlanishiga olib keladi. Shunga o'xshash yanada qiziqarli ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling.